обычный mashinaga o'xshagan emas, Rossiyani Corolla. Bu mashina ichida baliq boqsang bo'ladi. Bu real narsa. Bu yomonlash emas. Bu zavodda aybimi? O'tib ketyapti deb juda ham sifatsiz. Sizlar so'radinglar, biz tayyorladik. Sizlar uchun bo'lgan avtoshovvozda Chevrolet Cobalt. Chevrolet Cobalt hozirgi kundagi O'zbekiston trassalarida eng zo'r yurgan mashinalardan bittasi. Ya'ni bu mashina qanaqa mashina? Chista semeyniy, ya'ni ro'zg'orbob mashina. Odamlarni uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilish uchun ishlab chiqarilgan mashina. Hamma mashinani o'ziga yarasha plus-minus tomonlari, ya'ni qulayliklari va noqulayliklari bo'ladi. Cobalt bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, sizga 5 ta plusini sanab beraman Cobalt. Tayyor bo'lsangiz, like bosib qo'ying, biz ketdik. Cobaltning birinchi plusi. Tabriklayman, siz mashinani olganingizdan keyin eng xavfsiz mashinalardan bittasini egasi bo'lasiz. Xavfsiz degani qanaqa? Mashina Braziliya uchun ishlab chiqarilgan. Braziliyada bilsanglar o'g'rilar juda ham ko'p. Mashinalarni eshigini ochib, ichidagi narsalarni o'g'irlab ketishgan. Cobalt mashinasi shunaqa ishlab chiqarilganki, eshiklarini oddiy six yoki sim bilan ocha olmaysiz. Обязательно unga podushka bo'lish kerak. Podushka ochilgandan keyin ichkaridan kirgizib ochiladi. Bu narsa xavfsizlik nuqtai nazaridan J mashinalarning ichida Cobalt zo'r degan. Bu narsa hali plyuslari emas, bu narsa mashinaning alohida fishkasi edi. Siz uchun birinchi plyus. Mashina juda ham ekonomishniy. Ya'ni o'zini klassidagi mashina. Endi o'zini klass bilan solishtirmayman, Gentra, Nexia 3, Nexia 1, Nexia 2 bilan solishtirib berganda eng benzin ekonomishniy mashina Cobalt bo'ladi. Metanda ham, propanda ham, benzinda ham uzoq masofaga juda kam yoqilg'i sarflaydi. Bu Cobaltning birinchi eng katta plyusi. O'z ko'pchiligiga ham shu narsa kerak. Yoqilg'i qancha kam sarflansa, mashina qancha uzoq yursa, zo'r narsa-da. Cobaltchilarda bu plyus bor. Bu birinchi plyus. Cobalt haydaydigan odamlar biladi. Bo'lar bo'lmasga ustiga kiravermaydi. Cobaltning asosiy ikkinchi katta plyusi zapchaslarini bo'lar bo'lmasga buzilmasligi. Zapchaslari har qayerda ancha baquvvat. Gentra, Nexia 3, Nexia 1, Nexia 2 ga qaraganda Cobaltning zapchasi ancha baquvvat. Bu narsani ustalardan ham so'rasangiz bo'ladi. Cobalt haydaydigan odamlardan, ayniqsa uzoq yo'lga qatnaydigan odamlar bu narsani juda ham yaxshi biladi. Zapchaslarini baquvvatligi bu Cobaltning ikkinchi eng katta plyusi. Uchinchi eng katta plyusi Nexia 3 bilan Gentraga qaraganda Cobaltning motori bilan korobkasi bir-biriga shunaqangi zo'r tushgan. Mexanikasi bo'ladimi, avtomati bo'ladimi, farqi yo'q. Mashinaning yurishi, gazni bosganingizda avtomat korobkada skorslarni almashishi vahshiy zo'r. Mashina bosgan sari suradi. Bu shu avtomat korobka bilan yoki mexanika korobka bilan mashinaning motorini bir-biriga shundoq tushgani. Haydagan odam sirazi biladi bu narsani. Gaz bosganda yuguradi mashina. Bu uchinchi katta plyusi. To'rtinchi o'zbeklarga eng kerak bo'lgan plyusi bu bagaji juda ham katta. Plyusi ustiga agar tom qo'yadigan bo'lsangiz, Cobaltga pulni 100 ortiq olib ketsangiz bo'ladi. Bu bo'yicha bir videolar chiqib ketganda, bir andijonlik akamiz Rossiyaga ko'chib ketayotganda butun hamma narsalarni mashinaga ortib olib ketganlar. Cobaltning baquvvatligi plyus joyi shuki, bagaji katta, undan tashqari ustiga qo'shimcha bagaj qo'yib, juda ko'p narsani ortib tashsangiz bo'ladi. Bu Cobaltning 4-chi eng yaxshi plyusi. 5-chi yaxshi plyuslardan bittasi Cobalt hadovoyi ancha baquvvat. Gentra bilan Nexia 3 ga qaraganda yumshoqroq va baquvvat. Faqatgina bitta joyi bor shu joyda. Bu joyni endi minus deb bo'lmaydi. Shu hadovoy haqida gapirayotganim uchun o'tib ketaman. Uzoq yo'lga qatnaydiganlar, ayniqsa mana shu vodiy tarafga qatnaydiganlar biladi. Mashina pusto, ya'ni bo'm-bo'sh bo'lsa, o'nqir-cho'nqir yo'llarda ko't sal otadi. Bu mashinaning orqasi barabarligidan sal o'ynoqroq, yengilroq deydi. O'zbekchadagi aytganda sal yengilroq mashina. Bu narsa minusga kirmaydi. Uje ves bo'lgandan keyin uje mashina tekis yuraveradi. Eng zo'r plyusi hadovoyida. Nimaga? Kuzov yengil. Kuzov yengil bo'lgandan keyin amortizatorlari mashinaning kuzovini zo'r ko'tarib beradi. Bo'lar bo'lmasga mol qo'yib yuborib, sizni bezovta qilmaydi, ovora ham qilmaydi. Bu 5-chi eng zo'r plyus Cobalt. Agar videoni shu joygacha erinmasdan ko'rgan bo'lsangiz, o'zi ko'p ham gapirganim yo'q. Bitta like bosing va podpiska bo'lib qo'ying. Shunaqangi foydali ma'lumotlar har doim avtoshovvozda chiqadi. Bizi sizlar uchun xolis fikrda har doim.
5 ta plyusini sanab berdim. Endi Cobalt'ni 5 ta minusi. Buni butun o'zbeklarning hammasi biladi. Cobalt'ning minusini eng kattasi metal juda ham yupqa. Konkretni metal yupqa. Bu narsani siz haydisizmi Cobalt yo siz Cobalt sotmoqchimisiz yo bu kuningizda bormi? Qiziqishga boringda shunaqa qiling, metal pop deb ichkariga kirib chiqadi. To'g'ri, endi bu narsa hozirgi kunda yengillik bo'lmay qoldi, Xitoy mashinalarida ham boshqada ham, lekin Cobaltda metal nihoyatda yupqa. Bu Cobaltning birinchi eng katta minusi. Ikkinchi eng katta minusi bu ko'pchilikni asabini buzgan, ko'pchilikni ortiqcha rasxod qilishiga sababchi bo'lgan salon plastiklari. Salon plastiklari juda ham sifatsiz plastikdan qilingan. Birinchi Cobalt haydagan odamlar salonni plastiklari quyosh nurida oqarib ketganini ko'rib vahsh hayron qolgan. Siz ham Cobalt haydasangiz, tarpetkani oldi qismi, labovoy tegi birinchi bo'lib quyoshda kuyib sarg'ayib ketadi. Bu GM'mi boshqa mashinalarda pashti yo'q bu narsa. Cobaltda boshqa narsa. Juda ham plastiki sifatsiz. Detaylingchilik keyin Cobalt plastiklarini yomon ko'radi. Nimaga yomon ko'radi? Salonni yechish jarayonida, misol Gentrani bemalol yechadigan bo'lsak, Cobaltda sal ehtiyot bo'lmasak, plastik tegidagi klipsalar sinib ketadi. Juda sifatsiz, juda mo't. Keyin u yo yopishtirish kerak bo'ladi, yo yangi detal qo'yish kerak bo'ladi. Bu ikkinchi katta minusi. Plastikini juda ham sifatsizlik. Uchinchi Cobaltning eng katta minusi, ko'pchilik Cobalt haydaganlar buni boshdan o'tkazgan, ko'pchilik avtoblogerlar bu bo'yicha videolar qilgan. Bu suvni yaxshi ko'radigan mashina. Qanaqa ma'noda suvni yaxshi ko'radi? Salonni ichiga suv kirishi bo'yicha GM mashinalar ichida Cobalt chempion. Nimaga ko'p suv kirib ketaveradi? Plastiklari shunaqangi sifatsiz, ya'ni rezinkalari issiq sovuqda torayib kengayib ochilib qoladi. Suv shunaqa dahshat kiradiki, o'zingiz haydaganingizdan keyin har xil hidlar, yomon narsalar mashinaning tagidan chiqadi. Bu suv kirgandan bo'ladi. Bu uchinchi eng katta minusi mashinaning ichiga suv kirishi. To'rtinchi Cobaltchilarning og'riqli nuqtasini aytaman sizlarga. To'rtinchi eng katta minusi bu to'satdan ketayotganingizda benzin asosingiz kuyib qoladigan bo'lsa, mashinani benzin asosini almashtirish uchun siz bilasizmi qanaqa usta chaqirishingiz kerak. Oddiy GM mashinalarda shuna sidenani ko'tarib turib benzin asosini almashtirsa bo'ladi. Lekin Cobaltda sidenani yechgandan keyin обязательно kuzovni kesish kerak. Zavod o'shani ochib qo'ysa bo'ladigan qilmagan, o'sha yopib qo'ygan. Bilmayman nimaga unaqa qilgan bular. Shu yopib o'tiradi. Uni usta kelib kesadi. Kesib uni ochgandan keyin uni ichidan benzin asosi olib almashtirib bo'lib, keyin uni germetika bilan yopadi. Bu to'rtinchi, birinchidan kulgili, ikkinchidan juda ham katta minus. Cobaltchilar mendan xafa bo'lmaylar, bu realni minuslarga. Beshinchi og'riqli nuqtasi Cobaltni bu mashinani umuman tuning qilib bo'lmaydi. To'g'risini aytaman, mashina nihoyatda xunuk. Nimaga xunuk qilingan mashina? Buni ham o'zining sababi bor. Braziliyada o'g'rilar shunaqa ko'pligidan, atiylar shu mashinani hech kim o'g'irlamasin deb shunaqa xunuk qilib qo'yilgan. Dash buni o'g'irlab ketib tuning ham qilib bo'lmaydi-da. To'g'ri, diska taqishingiz mumkindir, farasini qoraytirib qo'yishingiz mumkindir, katta kolonka qo'yib qo'yishingiz mumkindir. Tinchgina Cobaltga bagaj qo'yib yuk ortib, yuk tashigan yaxshi menimcha. Tuning qilib bo'lmaydi, bu Cobaltning 5-minusi. Sizlar avtoshovozdan xafa bo'lmanglar. Biz ochiq oydin xolis fikr beramiz. Fikrlarimiz reklamaga yoki kimnidir asabini buzishga, kommentariy yozishga majburlashga emas. Videomiz yoqsa like bosing, yoqmasa, yoqmadimi, qanaqadir fikrlaringiz bo'ldimi, kommentariyada yozing, ko'rib chiqib javob beramiz. Endi sizga yaxshi maslahat, ya'ni siz Cobalt olmoqchi bo'lsangiz, sizga haqqoniy, do'stona maslahatni beraman. Do'stim, Cobalt oladigan bo'lsangiz, xoh yangisini oling, xoh eskisini oling. Birinchi navbatda germetizatsiya qildiring mashinani. Ya'ni suv kiradigan joylari. Balkim sizgacha haydagan odam buni qildirgandir. Balkim yangi olgan bo'lsangiz hali qildirilmagandir. Siz uchun eng foydali bo'ladigan narsa bu germetizatsiya. Ya'ni qanaqa? Salonni yechib turib, ichkaridan va tashqaridan qilingan germetizatsiya bu eng zo'r germetizatsiya hisoblanadi. Bu sizga birinchi tavsiyam. Ikkinchi tavsiyam, обязательно tarpetkaga lattali chig'ol qo'ying. Kojini taqib olmang, kojini bo'lmaydi. Oynani parlantiradi, tarpetkani o'ldiradi. Lattali bo'lsin, havo o'tadigan bo'lsin. Bu tarpetkangizni kuyib oqarib ketishini oldini oladi. Agar kuyib oqarib ketsa, tarpetkani yechtirib palopilga septirib yurasizmi? Kerak emas bu narsa. Bu ikkinchi sizga yaxshi maslahatim.
Uchinchi zo'r maslahatim, mashinani yaxshilab shumka qildirib oling. Chunki metal juda ham yupqa, shuni hisobiga uzoq yo'lda yursangiz, shunaqa zo'r kiradi ichkariga, voy maza qilasiz. Erinmenda yaxshi ustaga pulini yaxshi berib, zo'r shum izolyatsiya qildirib qo'ysangiz, mashinachi kopto bo'lib yuradi, maza qilib haydaysiz mashinani. O'zingiz uchun xohlasangiz salonlarini laminatsiya qildirib qo'ying, ayniqsa oyog'ini tegini. Chunki plastiklari juda ham tez chizilib ketadi. Ko'rganingizda sal dilni xira qilishi mumkin. Cobalt olmoqchi bo'lgan do'stim, fikrlarim sizga qanchalik yoqdi, qanchalik yoqmadi? Yoqqan bo'lsa like bilan, yoqmagan bo'lsa izohda o'zingiz fikrlaringizni yozib bayon qilsangiz bo'ladi. Avtoshovvozga obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqangi xolis fikrlarni berib boramiz. Sizlar uchun keyingi mashina qaysi biri bo'lsin, kommentariyada yozib ketinglar. Eng ko'p yozilgan mashinani video qilib sizlarga xolis fikrda qilib beraman. Hammanglarga rahmat. Sizlar bilan Avtoshovvoz.